Homiladorsiz qanday sport bilan shug'ullanishni bilmayapsiz. Qanday sport turi foydali va qanday sport turi xavfliligi haqida bilmayapsiz. Keling, hozir shu haqida gaplashamiz. Mani endi ko'rayotganlar uchun o'zimni tanishtirsam, 15 yillik stajga ega ginekolog Go'zal Axlarovnaman. Xo'p, mavzuga qaytsak, ko'pchilik homilador ayollar bo'ldi, homiladorman, sport bilan shug'ullanmayman, harakat qilmayman deb o'ylashadi. Bu afsuski noto'g'ri, sababi sport bilan shug'ullanish bu homila uchun ham, ona uchun ham foydali. Agarda homiladorlikka taqiq qo'yilmagan bo'lsa, sport bilan shug'ullanish, unda bemalol shug'ullansa bo'ladi. Buni foydali taraflari qon aylanishini yaxshilaydi, kayfiyatni ko'taradi va bundan tashqari tug'ruqqa jismonan tayyorlashga yordam beradi va homiladorlik davrida vazn ortib ketmasligiga ham yordam beradi. Xo'p, homiladorlik qanday sport turlari foydali hisoblanadi? Oddiy holatda yurish, ya'ni yugurmasdan yengil 20-30 daqiqa toza havoda yurish. Keyingisi bo'lsa suzish mashqlari, ya'ni suvda yengil harakat bilan suzish ham foydali hisoblanadi va keyingisi yoga mashqlari. Yoga mashqlari mushaklarni tarakligini bo'shashtirib, ayolni tug'ruqqa tayyorlab beradi. Homiladorlikda qanday sport turlari mumkin emas? Yiqilish xavfi yuqori bo'lgan sport turlari, sakrash yoki bo'lmasam og'ir ko'tarish va qoringa og'ir bosim beradigan mashqlar umuman mumkin emas. Agarda mashq paytida homiladorlarda nafas qisishi, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi va qorinda kuchli og'riq bo'lib qon ketishi kuzatiladigan bo'lsa, mashqni to'xtatib, darhol ginekologga ko'rinishlarini tavsiya beraman. Foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying va bu videoni homilador tanishingizga jo'natib qo'ying.